大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师Segila Asghar。今天我们要学习的是第3单元阿里木的新生活。那么上一节课的时候呢，也就是我们这个阿里木的新生活第1部分内容，它的生词有点太多了。Алдыңғы қытым біз дәріс өткен вақытымызда мұшу 3-cü дәнюенніңке, яғни сөзлікке бәкчіқкен, 30-cü сөзліккен, шуның олан бұны біз қадақандық, 2-ге арып әттік. Онда қоса бүгін шу қаған сөзлікләні үгініміз. Онда қоса 19-cü сөзліктің башылдық. 可以деген бұл сөзніңке езілішіге қарсақ横竖钩 and then 一个口可以 дегеніміз 竖体点 然后是一个撇捺 可 деген мақсат біз алдыда бір гг деп үйгендік шына ғой шу ггніңке ерме 2 кны қошап қойсақ жошы г болуды шына ғой к ашы ггніңке ерме есіңлады қалды ма и деген бұл хат шу ти ден қып болғандекен маджетке бір талды жындың бірні қошап қойсақ жошы и деген хат болды күй қошап кәсек болуды деген мәні білдірді мәселен кірсем боламды 我可以进来吗 我可以进来吗 болуды 可以 олтасам боламды 我可以坐下吗 我可以坐下吗 болуды 可以好那么可以деген бұл сөздің мәнісі не болды? болуды дегенді білдірді. 好，那么下一个词留下 езіліші 撇竖體 横折钩 and then астығы бір тал 填 下 横竖点是吧? 留下 дегеніміз қалдырыш, қип қылыш 留下 қалдырыш, қип қылыш мәселен телефон номеріңізді қалдырып қойсаңыз боламды десек 可以留下你的电话号码吗 可以留下你的电话号码吗 десем болады оныңдан башқа мәселен қип қылың, кетмәң деген болсам 你可以留下吗不要走行吗 десем болады 留下қип қылыш яки болмаса қалдырыш 好，留下没有问题了吧 онда қоса кейінгі сөз 聯繫方式 езіліші 一个耳朵的耳 and then кейінді бір тал 点қылып хың撇捺 мачетті ар, мачетті куан лекен біз бұл куан деген хатына тегі үгініп бақмыды қандақ есімізді қалсақ олды тен есімізді бағу чең тендігі теннің үстіге ішкі чекет қетілді шының олан бұл қайсы лен деген хат олды лен ши пе қылып әнкен пе ден андын астығы шау кичіктікі шау шу гоу ден 这是联系 方 санны үгенге вақтымызды ван деп үгендік шынағы шу ван деген санның үстіге бір чекет қойып әсек жошы фан ден хың жы гоу пе 这是方 是 横 маны авал чықырмыз әнандекен миеге гон 工作деке гон шынағы әнандекен иға斜钩点 这个呢是联系方式 мәнісі 联系деген алақа 方式дегеніміз ұсул 那么联系方式қошып кәсек жошы алақы қылыш ұсулы мәселен сізніңкі алақы қылыш ұсулыңыз неңді 联系方式 десек болады 那么 баям 留下 деп үгендік алақы қылыш ұсулыңызны қалдырып қойсыңыз десек 麻烦您留下您的联系方式 сізніңкі өзіңіздің алақы қылыш ұсулыңызды маңы деп бәсіңіз боламды десек 或者说 сіз білен қанда алақы қылыма деген вақтыңызда не就可以说 能留下您的联系方式吗 或者说怎么联系您 您的联系方式是什么
都可以，都可以啊。好，这个呢是联系方式，全懂吗？Amsa kinsus 加。里边还就呢我küş横折勾撇，看那个不到口，一个是那个口加qo'shish degan ma'noda qo'shish qo'shish iliştiki qo'shish. Masalan birga birni qo'shsa ikki bo'ladi deganni 1 加1等于2 deymiz. Uningdan boshqa masalan mushu undidoringizni qo'shib olay desak nima deydik? 加微信 deymiz. 加微信. Bir narsani qachilib olay, qo'shib olay degan vaqtimizda 加什么什么 desak bo'ladi. 比如说undidoringizni qachilib olsam bo'lamdi desak 我可以加你的微信吗？我可以加你的微信吗？ undidarni nima deymiz? 微信，微信。那么微信degan mushu so'z 就是加degan mushu so'zning ostidagisi. Nima bo'ldi? Undidar. Ha bu xatniki yezilishiga qarsak, azroq murakkab bir ekan. Buni biz qanday qilib esimizda tutib olsak bo'ldi? Buningga azroq bir hikoya to'qib olsak bo'ldi, ha? 首先 oldida bir tal 双人旁吧，双人旁啊，偏旁部首先esi tutib, ustida bir tal 山 tog', shunaqa 山, anandagi 横 1 1 2 3 4 2. Shuni ular osti 几个o'xshab qoladi, lekin 撇横折弯提 ustiga lam chiqib ketgan, ustiga chiqib ketgan. Andan keyin buni nima deb tushunsak bo'ldi? 双人旁ni esimizda tutib olib, tog'ning ustida bir odam necha ji deb turib nima ish qilyapti? 后面一个是反文旁 nima bilan munosabatli mundaq urush bilan munosabatli-ku. Shuning bilan buni nima desak bo'ldi? Bir narsalarni uryapti demdik yoki nima ish qilyapti desak bo'laverdi. Shuning bilan 双人旁dan birisi tog' bir necha anandagi 一个反文，这是微信degan xat qanda 一个单人旁，一个单人旁，跟点横横横竖横折勾。信degan xatniki o'ng tarpi 警察dagi 警 degan xat esinglarda bormi? Shu xatniki eng ostidagi 也是这个言啊，微信 ma'nosi undidar. Sizning undidar nomeringiz qancha desak, 你的微信号是多少？你的微信号是多少？ Sizda undidar bormi? 你有微信吗？你有微信吗？ yoki siz undidar o'ynamsiz desak, 你玩微信吗？ Biz undidarda aloqa qilishaylik desak, aloqa qilish bayonida联系的。我们在微信上联系吧。我们在微信上联系吧。好，微信 undidar. Unda xo'sa, keyingi so'z 号 üstü bir tal 口 anki 横竖折折勾 号 ma'nosi numur. Masalan, telefon numur desak 电话号 shunaqa 电话号码 degandek. Nima uningdan boshqa har xil numur. Masalan, undidar numur desak 微信号. Andan keyin burun QQ o'ynaydi-ku, ba'zanlar chichi deb qo'ydi ekan. QQ 号. Andan keyin 身份证号 kimlik numur. Numur desak 就是号 bo'ladi.号degan bu so'zningki bir necha xil ma'nosi bor, jumi. Masalan, chisla degan chog'da号 deymiz, lekin bu darsdagi ma'nosi 号. Sizningki mushu yotoq nomeringiz qancha desak, 你的房间号是多少? Nima undan boshqa bayam so'ragandek, 你的身份证号是多少 deganga o'xshasa, kimlik nomeringiz degan gap bo'ladi. 号 numur. 电话 hammamiz bilamiz-ku, telefon. 好，电话dagi 电 avval bir tal 日 andan keyin shu vango qilib tushirsak 就是电 tok deganni bildirdi. 话 so'z 说话的话，一个言字旁，后面是一个撇横竖，竖横折横，舌头的一个舌。那么电话deganimiz 就是 telefon. Bu telefon sizningmi desak, 这个电话是你的吗？这电话是你的吗？Undan boshqa sizning telefoningiz bormi? 你有电话吗？你有电话吗？ Men
Әтті сізге телефон қылай десек, 我明天给你 сізге дегенді给дейміз, 我明天给你打电话 好, 这是мәні сізге телефон қылай деген мәнді шықыды. 好, 電話деген бұл сөздің мәнісі немді доқ? Телефон. Онда қоса, кенкі сөзге кеттік. 号码 дегеніміз номер. 号 қандақ язды екеміз? 竖横折横 一个口 жинағу әнке 横 қыпылап 竖折勾 就完了啊，这是号. ма деген бұл қатыныңке қанда алдығы бір тал ши таштыке ши жинағу 横撇竖横折横 анда мадеде ма деке маныңке оң тарпе 横折竖折勾 横 号ма мәнісі номер. сіздіңке телефон номеріңіз қанша? 你的电话号码是多少? 你的电话号码是多少? десек болады. 号码. Әнің декен, мәселен, сізді ұяқның телефон номері бар ма десек, 你有他的电话号码吗? яки болмаса баямқы 联系方式 десек ме болады? 你有他的联系方式吗? 你有他的电话号码吗? десек болады. 号码 номер. 好, онда қоса, кенкі сөз. 就是就 деген бұл қатынеке езіліші қанда. 北京деке жing есімізді бар ма? 北京деке жing. 点横竖横折横 әнкен бір тал 小. 這是жing жүна ғой. мұшы 北京деке жingнің кейінеге 横撇竖彎勾 點қошы вәсек 就是就 деген хат болады. 是 деген бұл қатынымы үгініп болды жүна ғой. 上面一个日 анда 横竖横撇 那 就是дәл шу деген мәнді шықыды. дәл шу. мәселен, сіз Шекила малым мұ? 你是Шекила老师吗? дәл шу. мән өзім шу деген болсам, 我就是десем болады. 好, 那么或者说, сіз мәселен, яны қандақ мисал алсақ болды. бұе, мәселен, 新疆大学 қайерде? 新疆大学在哪儿? мұшу дәл шу өзі. мұшу алдымызды бір мектеп болған болса, мұшу шу демекші болған болсақ, 那我就说这就是新疆大学. 这就是десек болады. 就是дегеніміз дәл шу. 好, 那么明白了吗? 下一个词以后 以 қайсы баямқи 可以 нің ішіден шықты шына. 我竖提点撇 那 әнің декен 后 деген хат 撇撇 横 астығы бір тал 口 后. 以后дегеніміз кейін дегенді білдірді. мәселен, бұның денкен кечікмеймін деген болсам, 我以后不迟到了. 我以后不迟到了 десек болды. 那么оныңдан башқа кейін бір гәп болсын десек, 以后再说吧. 以后再说吧. 以后. 那么кейін неміш қымақчы, 你以后打算做什么? 你以后打算做什么? десек болады. 以后. кейін. 好, бұл кейін деген вақтымызда мында бір нұқтыны мұштақлан бір сөзләп өтіп кетей. Кейін деген бұл сөзніңке хан сотысыда бір нәтчі сөзләва. Uyghurcha тәржімісінің әмісі кейін олап чықыды. Мәселен, хоулай дейміз, жан хоу дейміз, и хоу дейміз. Саңғана таттау йо, жығы кейін деген мәнісі ба. И хоу дегеніміз кәлгісіге қарта сөзленген. И хоу. Нәтчі, бирушо, бүгін, түнігін, бүгінден кейін болған болса, бұныңден кейінгісі кәлгісіге болған чағда и хоу дейміз. Нама хоулай дегеніміз о өтмішін сөзләп атқан чағда. Мында бір үш үзбәгенті шу іштен кейін, мында болғанты хоулай деп. Мәселен, 2 жылның алдыда мен оны бір қеттім көдім, оныңден кейін көріп бақмадым десек, 2年前我见过他，后来再也没有见过了 десек болады. О кейінгі бұрынғы заманғы өтіп кетіп қалды. Нама 然后
然后deganimiz bir ish. Har qanday bir ish. Bir ishning keynidan yuz berayotgan ishga biz然后. U faqat bir ishningki oldi keynini so'zlaydi. Masalan, atdigan men tamoqni yedim, yeb bo'lib, andan ishga chiqdim degan bo'lsam, andan keyin deb mundaq degan chaqda, 我说早晨我起来吃饭，吃完饭然后去上班。对吗？我不能说以后去上班，是然后去上班。这是bir necha keyni. Hozir mundaqlam so'zlab o'tdik. Bugun bir qanchinchi birinchi keyin deganni o'rgandik dexe. 以后deganni. Keyin, yana mushu so'zlar chiqqan vaqtida, 我老师呢还会再解释一遍. Yana bir qatam so'zlab o'taman. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'zga o'tib ketdik. 保持. 保持. 保持deganimiz saqlash. Saqlash. Nima? 保 degan bu so'zga qarasak qanda 一个单人旁 一个单人旁 üstü bir dal 口 口 andan asti bir dal 木 木 保 saqlash degan ma'noda 持 持 一个提手旁 一个提手旁 üstü bir dal 土 to'pidagi 土 asti bir dal 寸 iliqi 对不对 degi 对 esimizda bormi shu 对 ninki qaysi tarafı o'ng tarafi, o'ng tarafi 寸. Nima, 这是保持 saqlash. Ma'lum bir holatda saqlab turganni 保持 deymiz. Masalan, tinchlikni saqlanglar degan bo'lsam, 保持安静. 保持安静 desak bo'ladi. Ha, 保持 degan bu so'zningki ma'nosini bildik. Yana bir qatam saqlab turish, 保持安静. 保持安静. Nima, uningdan boshqa masalan mushu aloqa qilib turaylik, aloqa qilish, mushu aloqamizni uzib qo'ymaylik, aloqamizni saqlab turaylik degan bo'lsak, 保持联系 desak bo'ladi. 保持联系. Ya'ni bayamqi 联系方式ning ichidagi 联系degan ikki so'z shu so'z. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 好的. 好的 ma'nosi bo'ladi. Nima, birsi bizga bir gaplarni qilib, munda qilsak yoki anda qilsak desak, degandan keyin biz bo'ladi desak, 好的 desak bo'ladi. 比如说，你能帮我一下吗？你能帮我一下吗？ Menga bir yordam qilsangiz bo'lamdi? 好的，那就是bo'ladi. 比如说，我能看看这本书吗？ Bu kitobni ko'rib baqsaq bo'lam, bu kitobni ko'rib baqsam bo'lamdi? Bo'ladi. 我能看看这本书吗？ 好的，好的。那bu yerda 好的其实就是bo'ladi可以 bilan o'xshab qoladi. Unda xo'sa keyingi so'z 第一次，第一次。第一次 degan bu nima? Birinchi qitim. Diyini o'rganib bo'ldik mushu rad tartibni sanagan vaqtimizda. Diyi birinchi shunday. 次 degan qitim. 那就是mening birinchi qitim Xinjiangga kelishim desam, 我第一次来新疆，我第一次来新疆。mening birinchi qitim mushu nima deymiz? Kinoxonaga kirib kino ko'rishim desam, 我第一次到电影院看电影。Men birinchi qitim u balani ko'rgan vaqtimda desam, 我第一次见到他的时候。 我第一次见到他的时候 desak bo'ladi. 我们生活中有很多的第一次. Turmushimizda nurg'un jiq tunji qitimga uchraymiz. 需要 需要 ma'nosi muhtoj muhtoj. 好, unda bo'lsa yezilishiga qarab boqaylik. 上面呢是一个雨，对不对？上面是一个雨，yomg'irniki雨，横，竖横折钩。 andan 竖点点点点雨 asti 而且的一个 r 横撇竖横折钩竖竖这是虚degan xat. Andan 要 deganimiz usti 동남西北dagi siga o'xshab qoldi. 横竖横折 andan keyin 竖竖横bo'lgandan keyin bir tal 女 女dan birini aytsak bo'ladi. 好，这是需要 ma'nosi nima dedik? Muhtoj. Men sizga muhtoj, 我需要你，我需要你。Men bir kitobga muhtoj, 我需要一本书，我需要一本书。Nimaga muhtoj bo'lsangiz, 我需要什么什么deb turib desangiz bo'ladi. 好, siz
aram ilişiniz gerek, siz aramga muhtaç degan bolsa, 你需要休息 你需要休息 desek boludu. 需要 muhtaç. Ha, onda hosa keyingi söz 帮忙 帮 Ana yazdikimiz hang 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 pie. Anandaki maciti bartal ardao ardao. Asti shuai isimizde bamu kilişkendeki shuai. Şu shuaininki ong tarpi. Shu hang zhe gou shu. Yani jing diyen hatta bu. Bang yardım. Nama mang diyenimiz一个竖心旁. Şuna go anakin 点横然后呢竖折忙 Mang degenimiz aldıraş. Bang mang 就是 aldıraş işlerinizga yardım qilish. Ha, bang mangni qo'shib kelsak nima deymiz? Yordam degan ma'noda chiqadi va. Masalan, manga bir yordam qilaversangiz desak, bang wo 一个忙 deb mana shu xatni qanday ayirib aytdik. Bang wo 一个忙 deymiz. Masalan, bang mang 一个 yoki bo'lmasa bang wo 帮忙我 deb mundaq desak bo'lmaydi a. 这些都是错的。应该是怎么样？帮我一个忙 deb turib mana shu ikkisini ayiramiz. Oningdan boshqa yordam qilishim yordam qilaymi degan bo'lsam 需要我帮忙吗？需要我帮忙吗？好Manga bir yordam qilsangiz bo'lamdi desak, 可以帮个忙吗？可以帮个忙吗 desak bo'ladi a. 帮忙ning keyiniga yana ismlarni ekilib, ya'ni shu jumlaning ichida nima deymiz? To'ldiruvchi deymiz. Keyiniga to'ldiruvchi eklasak bo'lmaydi. 帮忙 bilan oyoqlash kerak. Masalan, menga yordam qilish deganni 帮忙我 desak bu xato. 应该是帮我 desangizlar bo'ldi. 帮我 desangiz bo'ldi. Nama 帮忙 ni ishlatgan bo'lsangiz woni ammang. 你就说帮一下，帮个忙 dang. Mingmalimi yo? Men yana bir qatim deb o'tay. 帮忙 ni ishlatgan vaqtida keyiniga wo degan xatni qasaq bo'lmaydi. Na menga bir yordam qilib eting desak, ikki xil ifodalash usuli bor. Birisi yolg'iz shu 帮 degan xatni ishlatsangiz bo'ldi. Najwa shu qanday deymiz? 帮我一下。帮我一下 desangiz bo'ladi. Yani birisi 帮个忙 帮个忙 一个两个的个 ni ugunib bo'ldi. 帮个忙 desak bo'ladi. Teximizlik sipoyi deymiz desak ne diyor? 可以帮个忙吗？可以帮个忙吗 desak bo'ladi. Hergiz 帮忙我 deb qalmanglar. Ha, onda xo'sa tushundik deb o'yladim. Amsa keyingi so'zga o'tib ketdik. 尽管 bu xatni qanday yozamiz? 横折横撇 na. Andan aslida ikki tal chekit. 管 degan bu xatni mo 竹字头 撇点点撇点点 shunaqa anandagi bir bog'ga头yana bir chiqadi. 点撇横勾 andan shu udullan bir shuni tatib 横折横 o'tirda azroq orliq qo'yib, andan yana 横折横 qilamiz. 尽管 Nima 尽管 degan bu so'zniki ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi garchi. Garchi. Masalan, garchi bu bola nihoyatda kichik bo'lgan bo'lsa-mu, bek aqlliq. 尽管这个孩子很小，但是非常的聪明。尽管这个孩子很小，但是非常的聪明。那么 uningdan boshqa mushu 尽管 degan vaqtimizda yana iliqi hammasida degandekchi masalan qandaq yordam kerak bo'lsa xotirjam xo'ja ishkilanmay meni izlasangiz bo'ladi desak mushu ishkilanmay degan ma'nosini chiqara oladigan so'z shu jiga 尽管 nima u vaqtida bu jumlani qandaq deymiz 有什么需要帮忙的有什么需要帮忙的尽管找我 Na qandaq masal bo'lsa meni izlasangiz bo'ldi desak
有什么问题尽管找我。有什么问题尽管找我。那就是Manda chatoq chiqmaydi, amini qilib beralayman, andaq-mundaq degan vaqtimizda我们就可以说尽管。Qandaq ehtiyojingiz bo'lsa, xotirjam so'zlayvering, deyvering. Men qo'limdan kelishicha hal qilib berma degan bo'lsa, 你有什么困难？你有什么困难？尽管说，我一定尽力而为。那么尽力而为sal tasab qolgan bo'lsa, 我一定会全力帮助你。desakmi bo'ladi. Xo'p, 尽管 bu so'zni nimda garchi degan ma'nosi bor, lekin yana mushu ma'lum bir ishni siz boshdan oxir hammasini qilib yetadigan bo'lsangiz, shu qo'lingizdan cho'qim keladi degan bo'lsak, xotirjam ishkilanmasdan so'zlayvering, deyvering, qilavering, so'ravering demoqchi bo'lsangiz, endi shu 尽管说，尽管问，尽管做 deb turib desak bo'ladi,尽管做 desak bo'ladi. Demak, bu so'zniki qancha xil ma'nosi bor? 2 xil ma'nosi bor degan gap. Xo'p, unda bo'lsa, keyingi so'z 太 bu xat 非常的简单，一个大 shunaqa大小的一个大 ning ostiga bir tal chekitni qo'shib olsak, 就是太 degan so'z. 那么太 degan so'zning ma'nosi bek. 比如说 bek cho'ngan desak 太大了， bek egizgan 太高了。那么太 bek bo'lgandan keyin keyingi ko'pincha sifatni akilib, qandaq shu sifatningki darajasini oshirib beramiz. Masalan, egiz deganni gao deymiz. Nima bek egizgan desak 太高了。太 masalan, yaxshi desak 好， bek yaxshi bo'libdi desak 太好了。Nima hozir shu misollarni olgan vaqtimdagi hamma so'zningki keyingi nima xatni qo'shdim, l-ni qo'shdim. 太 什么什么 l deb ishlatamiz. Keyinidagi l-ni unutib qolmaylik. 太好了，太高了，太快了，太聪明了，太漂亮了，太帅了 desak bo'ladi. 都可以太什么什么 l deb ishlatamiz. Xo'p, ma'nosi nima? Bek, intayin degan ma'noni bildirdi. Xo'p, unda bo'lsa, uning keyingi so'z fin. Fin degan bu xatniki gong, gongsidagi gongga sal o'xshab qoladi va pena. Anandikin 横折钩撇，下面是一个刀。那么分degan bu so'zningki bir necha xil ma'nosi bo'ladi? Birisi ayirish. Ayirish. Bunda 分开, 分 degan ma'noda. Yana birisi minut. 1 minut desak 1 分, 2 minut, 2 分, 3 minut, 3 分deymiz. Minut. Uningdan boshqa yana bizniki imtihon nomerimiz bor-ku. Masalan, imtihonni men 90 nomer olgan bo'lsam, u 90 分, 100分 deb olamiz. Nima bu darsda bu finninki qaysi ma'nosini ishlatamiz? Minut degan ma'nosini ishlatamiz. Xo'p, hozir 12 dan 16 minut o'tdi degan bo'lsak, 现在12点16分. 现在12点16分 desak bo'ladi. Xo'p, unda bo'lsa keyingi so'z 刻 点横 给面撇折 撇点 andan shu勾 刻 degan bu so'zning 2 xil ma'nosi bor. Agarda dongsi bo'lib kelsa, ya'ni pil bo'lib kelsa, ma'nosi uyash. Masalan, bunda yog'ochlarni uyab, bunda to'shqan chiqarish yoki bo'lmasa boshqa bunda gullarning suratini chiqarish degan bo'lsak, o'sha k desak bo'ladi. U k. Masalan, ba'zi vaqtda biz kichik bolalar jozning ustiga o'zining ismini bunda uyab qo'ydi-ku. 我们就说我在桌子上把刻了自己的名字。我在桌子上刻了自己的名字。yoki bo'lmasa 我把自己的名字刻在桌子上了 desakmi bo'ladi. K bu qanchinchi ma'nosi? Birinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi chorak. Ya'ni bu chorak deganimiz 15 minut. 15 minutda. Xo'p, shu vaqtida 1刻就是15 minut. Nima 2刻3刻. 30 minutni 2刻demdik. 45 minutni 3刻demdik. Odatda Ma'u 30 minut kelgan chaqda 半个小时deb ishlatamiz. 半 yerim. Ugunib bo'ldi-ku, 半小时deb. Nima
45 minutqa kelgan chaqda biz buni 5 debmi ishiltib ketmaymiz. Ko'pincha shu 2 deblam ishiltimiz. 比如说 hozir 12 dan 15 minut o'tdi degan bo'lsak 12:15 分 desak bo'ladi. Hamda mushu chorakni ishiltib 12:2 desakmi bo'ladi. 12:2. Ming ballaman to'shaman. Ha, k ikki xil ma'noda. Birisi chorak, yana birisi o'yish. 过 o'tish. 比如说 bu 过ni chu bir necha xil qilib ishiltimiz. 比如说 ma'lum bir joydan o'tib ketgan vaqtimizda 过什么什么地方. Masalan, men hozir shu Xinjiang universitetining oldida o'tib ketib bo'ldim desam, 我已经过新疆大学了. 我已经过新疆大学了 desak bo'ladi. Nima uningdan boshqa bu yerga keling degan vaqtimizda 过来 desak bo'ladi. Nima uningdan yana boshqa shu vaqtga ishlatgan vaqtimizda manchidan mancha o'tabdi degan vaqtimizda yana shu 过 ni desak bo'ladi. Masalan, 10 dan 15 o'tabdi desak 10点过15分. 10点过15分. Yoki bo'lmasa, 比如说 10 dan 12 dan bir chorak o'tabdi desak 12点过1刻 desak bo'ladi. Hamda mesela şu yo'ldan o'tgan vaqtimizda 过马路 deymiz, 过马路. 好，那么这是过 yezilishi qandaq? 一个寸 qilib anandagi 一个走之底 qilsak bo'ladi. 下面一个词是什么呀？岔，岔。上面是两个点，一个横横横撇，asты bir tal工作的一个工岔。Bu ça degan so'zning ikki xil ma'nosi bor. Birisi nachar, yana birisi kam. Qandaq vaqtida kam, qandaq bo'lsa nachar bo'ldi desak-chu. Masalan, 他的学习很差，他的学习很差。Uningki mushu natijasi nihoyatda nachar. 那么这双鞋子质量很差。Bu oyoqningki sifati bak nachar ekan, 质量差。这是nachar. 那么ikinci ma'nosi nima? Kam. 比如说差5分10点，那就是 o saat 10ga 5 minut kam. Hozir qancha bo'ldi? 9 dan 55 o'tdi degan gap. 差5分10点. Uningdan boshqa meningki shu 60 nomer ilib imtihondan o'tib ketadiganimga yana 2 nomer qolibdi desak, masalan, imtihondan o'tdingmi? 你通过考试了吗？没有，o'tamadim. Qancha nomer qolgan? 差几分？差几分？差2分，2 nomer qoldi degandek. 好，这是差。最后一个词放学。放degan bu xatniki yezilishi bayan 联系方式的方 isimizda bormi? 点横横折钩撇方. Shu fangning keyiniga fanvan pangdan birini qo'shib olsak, 就是放 degan xat. 放 degan bu xatniki ma'nosi qo'yib etish. Qo'yib etish. Masalan, 放开 qo'yib etdik degandek. Nima qo'yib eting degan ma'noda chiqadi. Nima 学 学点点撇 anandiki 一个撇横钩 bo'lib ostiga bir tal 子 学 o'rganish. qo'yib etdi o'rganish. Nima? Maktabdan qaytganni 放学 deymiz. Maktabdan qaytganni 放学 deymiz. Maktabga borganni 上学 上学. Maktabdan qaytsak 放学 放学. Masalan, siz 或者说 sizlarning maktab kunda soat qanchada qo'yib o'tadi bolalarni desak, 你们学校几点钟放学？你们学校几点钟放学？ Bugun qanchada sizlarni qo'yib o'tadi desak, 你今天几点放学？你今天几点放学 desak bo'ladi. Nima? Masalan, bolam maktabga ketib, maktabdan qaytgan vaqtida men bir telefon qilgan bo'lsam, darsdan tushdingizmi, qaytdingizmi deb so'ramoqchi bo'lsam, nima deb deyman? 放学了吗？放学了吗 deb so'rasam bo'ladi. 放学 maktabdan qaytganni 放学 deymiz. Maktabga borgan nima deydik? 上学. 好，记住了吗，同学们？ Axırda biz mushu bugungi so'zliklarning hammani yana bir boshdan qanday o'qib o'taylik. Bana ergişip durup okunla.
注意自己的发音，mushu talaffuzga diqqat qilaylik. Unda xusi başıldık. 这么快就到站现在点时间半中午来接正好一起吃饭谢谢今天是下次八那可以留下联系方式加微信号电话号码以后保持第一次需要对不起帮忙尽管太分课放学那亲爱的同学们，今天的课呢我们就先上到这里. Unda xusus suyumli savoqdashlar, bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. 作业每一个生词抄2行，选择其中的3个造句. Topshiriq har bir so'zni 2 qurdan ko'chirib, o'ttirdan 3 ni tanlab jumla tuzib yeting. Gerçi men sizning oldingizga berib topshiriqingizni tekshirmagan bo'lsam-mu, lekin mushu topshiriqni astoydil ishlab yetishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Bo'lamdi savoqdashlar? Amsa, kelasi sonda ko'rishaylik. 我们下一期再见. Xayr xo'sh.